Shundoq ayollar bor. Eri bo'lmish bo'lib o'tib ketdi, bo'lmish. O'lgunicha ishdi, o'lgunicha ishdi. Ayoli farzandlariga o'sha bo'lmish aroqxo'r otasiga tik qaratmadi. El alkash deyotgan bo'lsa otangni, bu elay tutib bo'lmaydi, bu sani otang dedi. Qara, agar otangga tik qarasang, otangga gap qaytarsang, otangni dovushidan baland dovushda gapirsang, men bergan sutimga rozi emasman dedi. O'sha otani mashundoq qilib boshida toj qilib ko'tarib xizmatini qildi. Alkashsiz deb irgangani yo'q, qazar qilgani yo'q, voz kechgani yo'q. Hozir shunday ayollar bor, eri yaxshi, ibodatlik, 5 mahal namoz o'qiydi, hajga ham borgan. Farzandlariga aytayaptiki, bu dadang bo'lib senga nima qilib berdi? Tagingga bitta yaxshi mashina olib berdimi deyapti. Yo dang'illama uchastka qurib berdimi? Nima qildi bu senga dadang bo'lib deyapti. Har kuni shu gapni quyapti. Natijada ibodatli namozxon otani oilada farzandlar o'rtasida qadri yo'q.